Attestatsiyaga tushgan test. Rasmda biz chorak aylana va bu qismi ham chorak aylanani ko'rishimiz mumkin. Uning yuzini topadigan bo'lsak, S1 P ko'paygan 6 ni kvadrat taqsim 4 shundan 2 ta bor. Uni hisoblaydigan bo'lsak, P ko'paygan 36 taqsim 4 ko'paygan 2 9 18 pi. Keyin radius 3 ga teng bo'lgan yarim aylana va bu qismi ham radius 3 ga teng bo'lgan yarim aylana. Ikkalasini yuzasini S2 desak, demak P ko'paygan 3 ning kvadrat taqsim 2 bundan 2 ta. Ikkalasini bir xil bo'lganligi uchun qisqarib ketadi. 9 P. Bizlarda bo'yalgan soha S desak, S shtrixlangan soha S1 dan S2 ni ayiramiz. Demak 18 pi ayrilgan 9 pi. 9 pi degan natijaga erishamiz. 9 pi C javob.